Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa biz o'zimizga dehqonchilikda bo'lgan mevalardan sizlarga bir ilindik. Kimga olma kerak bo'lsa, kelaverasizlar mana. Xolosa olmalarimiz pishib yetilyapti mana. Olmalar turishini qaranglar, necha layk arziydi bu olmalar. Olmalarimiz xudo xolasa. Kim biladi bu olmalarni namini? Xudo xolasa mana olma bog'larimiz. Yerga dehqonchiliklar yaxshi zo'r bo'ldi.